Jizzax shahri 18-maktabining 8-sinf o'quvchilari uchun kimyo fani darsini tahliliga kirdik. Kuzatib boramiz. Kimyo kecha elektромagnetik mavzusi o'tgandiga, to'g'rimi? Misollar kimyoviy bog'lanish kovalent tushuntirdim aytgancha. Kovalent, ionda davom ettiramiz. To'g'ri. kimyo fani oliy toifali o'qituvchisi Ibragim va Dilnoza. Guruhlar bilan ishlasak, o'quvchilarimiz soni kam, shuning uchun ikkita guruh bo'lib ishlaymiz. Hop, kuchlarimiz teng bo'lishi uchun bu guruhga o'tamiz. Yaxshi. Hop, bizda atomimizni biz necha qismga bo'lamiz? Atomning yadrosi va atomning qavati. To'g'rimi? Kim aytadi atomning qavatida qaysi zarracha joylashgan? Elektron. Elektron qanaqa zaryadlangan? Manfiy. Ya'ni minus zaryadlangan. Juda yaxshi. Yadroning ichida nima bor? Neutron va yana nima bor? Proton. Juda yaxshi. Davosiz kemani oching, bitta misol beraman. Hop, kim bilishni olsa baholanadi. Hop, bilamizki, elementlarning tartib raqami bu elektron protonlarini, neutron 15 ta elektron, 15 ta proton, neytronni qanday topib tushuntiring o'quvchilarga. atom massasidan atom raqamini ayiradi. Ikkita guruhga bo'linib olganmiz. Elementlarning qarang, nomlari joyli so'zlar o'zgartirilgan. Misol uchun kislorod degan element bo'lsa, so'zlari o'zgartirilgan. Siz shunday qaraysiz, o'zi harfga qarasangiz element topib olasiz. Keyin mana shuni biz guruh bo'lib chiqamizda, guruhimizga men ball berib hisoblayman. Hop. Mana ikkita guruhdan ham bitta o'quvchi chiqadi va qaysi element topgan bo'lsak, o'shani nomini aytishimiz kerak. Mana qarang, birorta element, masalan, birinchisida fosfor. Qarang, biz bildingiz bittada. Hop, keyin qaysini bilsangiz, mana shu element deb aytishimiz kerak. Mana qancha masalan, birinchisida fosfor turibdi. Qolganida qaysi element bo'lsa aytasiz. Yo'q, formulani bilsangiz, formulasini mana 3 ga olib turaylik, mana bu 3 ga, bitta ko'prik 3 ga. Yo'q, nechta element topa oladi ekan. Молодец. Bir-birimizga qarab yaxshi. Xohlasak yana almashib chiqishimiz mumkin. Kimdir yozgan elementlarni siz toparsiz balki. Har bir to'g'ri javob uchun 2 balldan beraman. Qani guruhimizga ball olib